Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astag'izu billah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sadaqallohul azim. Bundan oldingi oyatda Alloh taolo odamlarni namozga nido qilingan vaqtda savdoni qo'yib namozga kelishga buyuradi-da, so'ngidan aytayaptiki, namozdan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqaling va Allohning fazlidan talab qiling. Alloh subhanahu va taolo bizni namozni ado etgandan so'ng, ibodatlarni qilib bo'lgandan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqalishga, o'zimizni rizqimizni halol yo'ldan terishga buyuryapti. Islom dini insonlarni doimo rizqini halol yo'l bilan topishga, harakat qilishga undaydi. Dinimiz boqimandalik yoki birovni qo'liga qarab qolishdan, dangasalik, yalqovlikdan qaytaradi. Hatto Nabiy alayhissalatu vassalam duo qilar edilar: "Ey Robbim, meni dangasalikdan saqlagin." Dinimiz demak doim harakatga undaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hadis shariflarini birda aytadilarki, sizlardan biringiz arqoni bilan o'tin terib kelib, sotib tirikchilik qilishi birovdan so'rashdan ko'ra yaxshiroq. Chunki u odam yo beradi yoki bermaydi. Demak, inson doimo o'zini uddasidan o'zi chiqishga musulmon odam harakat qilish kerak. Birovdan tilanishga dinimiz ruxsat bermaydi. To'g'ri, ba'zi bir istisno o'rinlar bor. Misol uchun bir odam hech narsaga yaramaydi. Kasal, imkoniyati yo'q, qo'lidan bir narsa kelmaydi. U odam majbur bo'ladi bir kunlik yeydigan taomini topadigan darajada tilanishga. Undan oshig'ini so'rashi unga ham mumkin emas. Ammo qo'l oyog'i butun, qo'ldan bir ish keladigan odam tilamchilik qilishi yo birovlardan doimo muntazam yordam so'rab borishi to'g'ri emas. Hazrat Umar radhiyallohu anhu biron bir odam haqida gapirilsa, hunari bormi, kasbi bormi derdilar. Agar yo'q desa, go'yo hafsalalari pir bo'lar edi. Chunki kasbi, hunari, bir mutaxassisligi yo'q degani bu bekorchi odam degandek gap. Ulamolarimizning barchalari biron bir ish bilan shug'ullanganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayh tijoratchi bo'lganlar, savdogar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh ham xuddi shunday. Narsalarni ijaraga berish bilan shug'ullanganliklari haqida kitoblarda gaplar bor. Ulamolar insonni boqimandalikka, birovlardan yordam so'rashga o'rganib qolishini ba'zi sabablarni keltirganlar. Eng avvalgisi tarbiya. Insonlar, ayniqsa otalar, farzandlarini ilmga, hunarga, mehnatga o'rgatishlari kerak. Yoshligidan. Meni bolam hech nima ish qilmasin deydi. Bu bo'riboyvacha bu deydi. U bola ishlamaganiga yarasha bir ilm ham olmaydi. U g'irt yalqov bola bo'ladi. Otasi top kelyapti, onasi pishirib beryapti, yeyapti, u go'yo yashab bersa bo'ldi. Lekin xalqimiz aytadi, ota-onani bog'lab bermagan-ku. Ota-ona farzandini kelajakda baxtsiz bo'lishiga, qashshoq yoki kambag'al bo'lib qolishiga avvalgi tarbiyasiga e'tibor bermaganligi bilan sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun ulamolar birinchi navbatda tarbiyani zikr qilishadi. Undan keyin kibr. Yoshligidan hurmatda, e'tiborda katta bo'ldi, lekin bir ilm olmadi, hunar o'rganmadi, katta bo'ldi. Falonchini bolasi bo'lib katta bo'ldi. Lekin tirikchilik qilish kerak, hech narsasi yo'q. Unga kimdir mana bu ishni qilib ko'r deb bir ishni taklif qilsa, "Ya" deydi, "Men falonchini o'g'li shu ishni qilamanmi" deydi. O'zi hech narsasi yo'q, na ilmi bor, na hunari bor, lekin kibr qiladi. "Nega men bu ishni qilaman? Menga to'g'ri kelmaydi bu" deydi. Shu bilan yuraveradi u. Dinimiz mana shu narsadan qaytarib, kibr qilmaslik, halol ishmi, qo'lidan keladimi qilsin. Agar bu yoqmayaptimi, bundan yaxshirog'iga qurbi yetsa uni qilsin. Ammo hech narsasi yo'q, kambag'al bo'lib turib kibr qilish bu eng katta gunoh bo'ladi. Ulamolardan ayniqsa tasavvuf ilmida namoyonda bo'lgan zot Bahodir Naqshbandiy rahmatullohi alayh ham qo'ling mehnatda bo'lsin, diling zikrda bo'lsin deganlar. Shuning uchun farzand tarbiya qilayotgan otalar, onalar bolalarni tarbiyasiga, ilmiga e'tibor berishsin. Bugun boy bo'lishni sirlari degan
sarlavhalar bilan turli xil motivatsiyalar bo'lyapti. Treyning deb aytilyapti. Bunga odamlar falon pul berib o'rganishyapti. Mashalloh, Alloh ziyoda qilsin. Alloh hammani saxiy boylardan qilsin. Ammo molimni ko'paytiraman deb odamlar pul tikyapti, harakat qilyapti. Nima uchun endi farzandini ilm olishiga yo hunar o'rganishiga sarmoya kiritmaslik kerak? Eng go'zal va hech qachon yutqazmaydigan sarmoya bu farzandini kelajagi uchun, ilmi uchun tikilgan sarmoya bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizni ilm olishiga e'tibor beraylik. Ular bizni nomimiz bilan qachongacha yashaydi? Farzandlarni o'zligini topishiga, falonchining o'g'li emas, falonchi deb o'zini nomi bilan tanilishiga biz uni yoshligidan xizmat qilaylik, harakat qilaylik. Alloh taolo barchamizni o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Umrimizning oxiriga qadar o'zini buyruqlari yu Rasulining sunnatiga muvofiq hayot kechirish baxtini barchamizga nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.